Vadida, atigandan beri sizni izlayapman. Nima ish qilyapsiz? Siz ko'rib turayotgandek xinim. Helimo atamning gapidan xafamisiz? U meni Nuhning ayoliga o'xshatgan tursa, Nuhning ayolining qissasini bilamsiz? Yo'q. Undaqda nima uchun buncha ochiqlanib yurisiz? U yaxshi ayolmi demisa? Men uni yaxshi debmi ketalmayman, Vadida. Ayting, amisa u eski zolim ayol miydi? U dastlabda erining da'vatini inkor qilib, dushmanlarga uning maxfiyatligini yetkazgan va musulmonlarga suiqasd qilgan. Undaqda uningdanmi eski kishi bormi? Qissaning davomini bilguncha turib turing. Ishlarga aldirab bir narsa demang, Vadida. Qazi qalan janoblari. Ahvolin qandayroq Saidun? Xo'yma obdan turib mana hazratim to'g'ri bo'g'izlash pishirish ishlarini o'rganib oldim. Yaxshi qilibsan. Mana bu fursatni yaratib berganliklariga ko'p rahmat hazratim. Hayotli bo'ladi ekanman, hargiz o'g'irlik qilmayman. Mana to'g'ridan 2 ne kebab qilib bergin. Doğru dermekni pek köp selib etme. Mana hozirli tayyor qilaman hazratim. Qani buni olgin. Bu bek köp bo'lib ketdi hazratim. Agar kovupun o'xshamasa, ikkinchi oyoq basmayman jumo Saidun. Cho'qim sizlarning ig'izlarga tetig'ida qilib pishirman hazratim. Alloh sizlarning adolatlari va insonparvarliklarini bizdan ayamasin. Saidunning ishchanligi, tirikchanligi qisqasi yaxshi bir kishiga o'zgargani meni bek xushal qildi. Sizlar doim rahim shafqatning adolatdan ustun ishkanligiga ishonatdilar, atta. Bu Allohning rahmati qizim. Meningcha, bechora Vadidaning ko'nglini yasab qo'ysali bo'larmikin? U xato ish qilg'achqa men uni koyib qo'ydim xolos. U qasddan xatolik o'tkazmagan. U hozirmi azoblanyapti. Chunki sizlar uni Nuhning ayoliga o'xshatdilar emasmi? Yaxshi gap. Uni chaqirib keling. U hozir uxlab qoldimikin? Atiganda bir eg'iz gap bilan ko'nglini ep qo'ysalar, atta. Shunda qilay. Alloh xolisa cho'qim shunda qilaman. Boy yegan to'g'ri gap singicha bog'ni birdam oyilib kelay qizim. Bir aqitim bo'lsin sizlar bilan birga boray. Heliqi qissasining davomini so'zlab bersizlar. Allah payg'ambari Nuhga vahiy qilib xurma daraxt tikishga buyurgandan keyin uning taqvodor egashkuchilari iymon va savrchanlik bilan uning ovoz qo'shdi. Nima ish qilyapsizlar? Ko'ryapsizmi, mana xurma ko'sh tikyapmiz. Azroq bo'lsa-mu kallanglarni ishlasanglar qandaq? Kishilar sizlardan oshiqni uzib qo'ygan tursa, xurma meva berganga qadar qandaqmi kutib tura olaysizlar? Aramizga qaytiling bag'iylar. O'zingizni Allohning azobidan saqlang. Qanikan Allohning azobi. Men faqat sizlarning kishilar tarafidan xorlanib, asarliqni qilib azoblanayotganliklarini ko'ryapman. Bo'ldi qizlar, ana uning bilan talashmisizlar. Otimiz bizni garchi u kafir bo'lsa-mu, uning yaxshi muomala qilishga, hurmatlashga buyurgan. Taybe, men yordamlashingga bu ig'ir sandiqni joyiga qo'yib olay. Bugun savdolar o'ngishli bo'lgan o'xshamamdi. Shunda qo'limdagi butlarning hammasini setib oldim. Nurg'un oltin foyda oldim. Meningcha, uning bir qismini ilohlarimiz uchun atab, ulardan farzand tilsak, qandaq deydilar? Sizdan ko'p balaliq bo'lish orzuyim bor edi. Shu vajidan amchilar bilan sehrgarlarning oldiga qatirab yurib nurg'un vaqtimizni zoya qildik. Yana ilohlarga atab nazar chiroqlarni qildik. Ammo hech bir unumi bo'lmadi. Rostli shundaq o'ylayaptimdilar. Shunda Nuhning bizga qilgan badduosidan bo'lgan. Chunki biz uningga azor bergan va uni ko'p maza qilgan edik. Shunga u Rabbiga bizni avlodsiz qoldirishni tilab duo qilgan gap. Bu gapingiz to'g'ri bo'lsa, boshqalarmi bizga o'xshash farzandlik bo'lamagan bo'ladi. Undaqda Nuhning yeniga berib, apu so'ramdik. Bu mumkin emas. Men puchak odamlar bilan birga yuradigan Nuhdan yordam so'ramdiman. Shuning bilan 40 yil o'tibdi. Bu jarayonda mu'minlar kofir munofiqlarning azob kulfatlariga sabr toqat qilib ketdi.
Kanan, muş vaqtlarda to'la kechikadigan bo'lib qolding. Kishilar sening atrofingga to'plashmoqchi bo'ldi. Mening atrofimga to'plashmoqchimi ekan? Dadamning ayyash kuchilaridan birasining meni ko'rib qolishidan ansirayman. Bu xatarga tavakkul qilish arziydigan ish. Xorma darximi meva kiray deb qoldi. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Nuhning yordamida ularning agash kuchilari oziq to'likka erishadigan bo'ldi. Bu bizga nisbatan cho'ng bir xatar. Allah'ın peygamberi daraxt chiqaradigan kishilarni mevasini uzishga buyurdi. Uningga qurbati yetmaydiganlarchi? Ayollar, balalar, cho'nglar tushib ketgan mevalarni yig'sin. Ondan keyinchi Har birimiz mevalardan hojatimizga tushlik ilib, oshqinni kambag'allarga taqsim qilib beramiz. Mo'minlar ichidagi kambag'al kishilargami? Yo'q, mo'min bilan kofir bo'lsin, hammasiga o'xshash tarqitib beriladi. Hay, biz bu paytni mevalarning bir qismini o'zimiz yeb, qolganini peqir miskinlarga tarqitib berish uchun kutganmidik, ha? Allohga shukr. Biz majburiyatlarimizni ado qilib oldik. Hammaylar mevaga eg'iz tegishdi. Endi biz bu ig'ir emgakdan qo'l uzib, bir qancha kun orom elib olaylik. Aram olgudek vaqt yo'q. Allohning payg'ambari Nuh bizni tizdan xurm daraxtlarini kesishga buyurdi. Nima? Xurma daraxtlarini kesamdikanmiz? Albatta shundoq. To'limi aniq. Biz qisqa vaqt ichida barliq xurm daraxtlarini kesishimiz kerak. Nima degan ahmoqlik bu? Kanan, eg'izlarga beqib so'zlasizlar. Biz xurma daraxtlari meva berganda keyinli kesib o'tish uchun 40 yil saqlaganmidik. Bu payg'ambarning buyrug'i Kanan. Har qanday ahvolda uningga itoat qilmasak bo'lmaydi. xurma darxini 40 yil parvish qilib, meva bergan yilidila kesib o'tadigan bundaq g'alati gapni tunji qitim anglashim. Kishilarning hammasi hozir o'zining Nuhga zulm qilmaganligini deyishyapti. Biz ilgari xurma darxi mevaga kirsa, biz ziyonga uchraymiz deb qo'rqib yashabdik-miz. Biz texi uni qo'shin to'plab bizga hujum qiladi deb o'ylabdik-miz. Biroq u nima degan bilan boyligini o'z qo'lida vayron qilib, bizni g'am andishidan xalos qildi. Qarag'anda o yesh cho'yib nima qilayotganligini bilmaydigan holga tushib qolgan o'xshaydi. Suhbatimizda demishqa biror qarshimizda o'tirib qo'ymaysiz, vag'ila. Rastamni eshsam, men behli qo'rqib ketyaptim. Hozirmi qo'rqyapsiz? Xorma ko'chitni tikishdagi maqsad uning mevasiga erish emas. Balki u kesishga buyurgan yog'ochdir. Mana, men mushu masalani tushunamay qoldim. U sada nima qilmoqchidir? Yo'q, bunda qilsang bo'lmaydi. Bu xato bo'lib qopti. Taxtaylarning uzunliq cho'qim o'xshash bo'lish kerak. Mushunda qilsak bo'lamdi, tag'a. Avval tekshirib boqay, ha. Ha, bo'pti. Biroq taxtaylarning tashshi bo'lishiga bekerak diqqat qil. Buningda nima yasaydiganligimizni faqatli tushunamadim. Qandaqroq turyapsizlar? Allohga shukr, yaxshi turyapmiz. Meva bergan baroqson darxinglar qani, ha? Qaraganda ular bog'ni tashlab yog'ochchi bo'lgan o'xshaydi. Nuh davatida utuq qazanolmay yog'ochchi bo'lishni o'ylagan o'xshamamdi. Ha? Bizning sizlarga hech qanday azor bergimiz yo'q. Sizlar nima uchun bizni gapga tutib, ishimizni qilib qo'ymaysizlar? Sen menga xurma darxini nima uchun kaskanliginglarni aytib berarsan? Buni bilmayman. Dadamning buyrug'i shundaq. Dadam buyurgan har qanday bir ishni oqibatini o'ylamayla qiladi ekansan-da. Shundaq.
Chunki uningga Rabbi tarafidan vahiy keladi. Voy bechora bayqushlar, u sizlarga bu taxtaylardan ordu saroylarni yasab bera yoki osmonga chiqadigan shoti yasab bera haqqatjon. Menda Vat, Suva, Yağuz, Yauq, Nasr qatorliq ilohlarning eng yaxshi esil haykallari bor. Bana ilah Nasrning haykalini yasab bersizlar. Uningdan faqat 2 haykal qapti, ammo uning pulini hozirlab berishingiz kerak. Buningdan asirman. Mening sharaf tijoratim hozir to'limi yaxshi ketib boradi. Kishilar payg'ambarlik da'vosi qilgan yiliqi kishining yog'ochchi bo'lib qolganligini ko'rgandan keyin hammamizning ahvoli yaxshilanib ketdi. Men to'liq xotirjamsizlik his qilyapman. Nuhning bu yog'ochlardan nima yasaydiganligini aniqlab chiqqanman. Kanan qani menga aytdi. Otam va agash kuchilari mushkunda nima ish qilyapti? Ular xo'rmi qo'zoqlardan org'amchi ishyapti. Org'amchi dedingmi? Nima ishqa? Qaraganda kishilarni bog'lab, ularga majburiy da'vat elib bormoqchi bo'pti-da. Men bilmadim. Qandaqsiga bilmaysan, qaraganda u seni o'zining ixlosman agash kuchilari qatorida ko'maydi ekanda. Shundoq. Biroq men uning ko'ziga qaraganimda, uni aldashqa yoki u vaqtda biror narsa so'rashga jur'at qila olmayman. Voy bechora. Rahmat. Mening bechora ekanligimni deb qo'yish uchun chaqirib bitgansiz-da. Undaq emas. Bu chiroyli zibo zinnatlarni elib ayolingga bergin. Nimishqa? Ayolingdan asta-asta gap elishga tirishqin. Ehtimol u Nuhning planlaridan sen bilmaydigan bir narsani bilishi mumkin. Siz qachondan boshlab ayolim xotirdan roziman bo'lib qoldingiz? Bir kishidan rozi bo'lganim yo'q. Biroq nima ish bo'layotganligini bilish uchun bu badalni to'lashga majburman. Suyimlik ayolim, buni elang. Nima bu? Nereden elib keldilar buni? Nereden epkagini muhim emas. Buningga qiziqmayotgan o'xshamamsiz. Silbirash qilmaydigan turslar. Buncha ko'p malni nereden topdilar? Uni o'g'irladingmi ya? Uni o'g'irlamadim. Buni yo'ldan tepib oldim. Xotirjam bo'lmayapsiz? Albatta shundoq. Uni tepib olgan yerga opirib qo'ysalar, balkim uning egizi izlayotgandir. Yaxshilikni qabul qilmaydigan bo'lib ketibsiz-ku. Undaq emas. Navoda yenimda birdam tursalar, sizlarga dunyo oxiratlik yaxshilikdan xabar bergan bo'ladin. Hech qanday gapingizni anlig'im yo'q. U atalariga munosabatlik ish. Nimishkan u? Allohning payg'ambari bizni to'plagan yog'och va tanalardan cho'ng kiyim yasashni buyurdi. Bilib-otamsiz Kanan? Kema? Cho'lda kemining nima keragi? Meni mazoq qilyapsiz? O'zlariga qasam qilib beray. U rost gap. Payg'ambar aytib tamatqandan boshlab kiyim yasashga kirishmoqchi. Sizlar bu yog'ochlar bilan dengizga safar qilamsizlar? Balki kiyimini mush yerda yasaymiz. Bu yerda? Sarongmisiz? Alloh silini kechirgay. Hammanglar oljib qopsizlar. Biz bilan dengizning oralig'ida uzun musofir tursa, kiyimini u yerga qandoqmi bog'lib bo'lsin? Deganlari to'g'ri. Lekin payg'ambarning buyrug'i shundoq. Nima ish bo'lsa payg'ambarning buyrug'i deydi ekansiz. Navoda o bo'yningizni o'zib qo'lingizga ep, "Men desam, shuna qilamsiz?" U faqat bizni o'zimiz uchun xayrli ishlar qilib buyuradi. Asta, sizning bu qumliqda kema yasash qanday xayriyat bordi? Men kishilarning dadam haqidagi so'zlarining to'g'ri ekanligi ayon bo'ldi. Men endi uni bizni yana kishilar oldida rasvo qilishga qarab turmayman. Nuh alayhissalom Rasululloh ularni qumliqda kema yasashga buyurdimi, ata? Shundoq. Kishilarning aqldan tashqari ishlar mo'minlar uchun imtihondir qizim. Undan keyin nima ishlar yuz berdi? Hech kim o'ylab boqmagan, kishining aqliga mukashmaydigan bir ish oxiri yuz berdi. Biroq qissaning davomini so'zlashga hozir vaqt yetmaydi. Ata, men Nuh va uning o'g'li Kanan bilan Nuhning eski ayoli voqealarning beshi qanday kunlarning kelganligini bilishni o'ylayapman. Suyimli qizim, bu yerda o'ltirib mugdab qolyapman. Ata, qozixonda zehnim uch qoldi, o'ltirishim kerak. Bo'ladi ata.
bu qitim sizlarni kechiray. Ammo qaytib kelganda qissaning davomini aytib berishlari kerak. Bo'ladi o Mahmalikam. Alloh meni sizning adolatlaringizdan ayirmasin. Allohga omonat. Allohga omonat. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسنا فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى